Foyda qilamiz kanalning qadrli obunachilari. Biz bugun katta assortimentdagi miya-sarofkalar olib kelib qo'yganmiz. Muzlagan go'sht, oddiy go'sht, soatga necha kilo chiqarishi, bular ishlash prinsipi, katta kichikligi, razmerlarini videoda oxirida aytib o'tamiz. Video davomida. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Video sizlarga xudo xolasa manfaatli bo'ladi. 12 lik razmerdan 32 lik razmergacha bor. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimalniy o'rtoqlarga ham zavq qo'yish esdan chiqmasin. Bu turdagi miya-sarofkalarni hozir biz noldan obzor qilamiz. Turkiya, Xitoy nima farqi bor? Ishlash prinsipi qanaqa farq bor? Necha volt ishlaydi? Hammasini video davomida aytib o'taman. Xudo xolasa video sizlarga manfaatli bo'ladi. Xo'p, miya-sarofkalarimiz har xil turlari mavjud. Hozir bizda наличие yaqinda yukimiz keldi. Do'konimiz O'zbek Xitoy savdo uyi, Central Sitaforning tagida oldindan aytib qo'ying. Xo'p, miya-sarofkalarimiz hammasi skidga tushgan. Noyabr oyi, dekabr oyi xudo xolasa miya-sarofkalarimiz skidga narxlarda bo'ladi. Bularni hozir noldan obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib Turkiya miya-sarofkalaridan boshlaymiz. Turkiya miya-sarofkalarimiz 12 lik, 22 lik, 32 lik razmerlari mavjud. Hozir наличие bular 12 lik 220 ta ishlaydi. 22 lik bilan 32 lik 220 ishlaydigan bor, lekin 380 ham ishlaydigan qilib berishimiz mumkin. Bular soatiga 100 kilo, 120 kilo chiqaradi. 12 liklari 22 lik 200 kilo, 250 kilogacha, 32 lik soatiga 32 lik soatiga 300 kilo, 350 kilo go'sht chiqaradi. 380 ishlaydigan. Bularimiz narxlariga keladigan bo'lsak, $450 qilib beramiz 12 liksini. Pastdasini $550 qilib beramiz. 32 liksini $650 qilib beramiz. Bo'ladigan narxlari bular. Xudo xolasa, miya-sarofkalarimiz chotki 3 oy garantiya bilan qilib beramiz. Navbatdagi miya-sarofkalarimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p, Xitoydan yangi keltirilgan, yangi bo'lgan miya-sarofkamiz RE model deyiladi. Bularda 3 xil turdagi razmerlar mavjud. 12, 22 hamda 32 lik mavjud. наличие bizda hozir. Bularimiz muzlagan go'sht, oddiy go'sht, bemalol go'sht tanlamasdan chiqaraveradi. Zapasni matritsa bilan tishlari chiqadi o'zining ichida. Bu narsani orqadan qaytarib olmaydi. Xudo xolasa muzlagan go'shtga garantiya qilib beramiz. 12 likning razmeriga keladigan bo'lsak, $300 qilib beramiz. 22 likni $350 qilib beramiz. 32 likni $400 qilib beramiz. Bularimiz 220 ta bemalol ishlaydi. Soatiga 12 lik go'sht chiqarish quvvati 100 kilodan 150 kilogacha, 22 likni 250 kilo chiqaradi soatiga, 32 lik esa 300 kilodan 350 kilogacha chiqaradi. Xuddi shu miya-sarofkalarimiz hozir bizda наличиеda mavjud. Qolganlarini ham hozir birmoshdan nima qilib o'taman, obzor qilib o'taman. Videoni ko'ringlar, sizlarga manfaatli bo'ladi. Hop, ketdik. Yonida miya-sarofkalarimiz har xil turdagi mana miya-sarofkalar o'zlari ko'rib turibsizlar. Lekin bular Xitoy miya-sarofkalari bo'lganligi sababli mana shu RE modellaridan tashqarildi. Bu miya-sarofkaga muzlagan go'shtga tavsiya bermaymiz. Nimaga desanglar, muzlagan go'shti bu RE modeldan tashqari miya-sarofkalar обратно orqaga qaytarib olish mumkin. O'shuning uchun bo'ladi. Oddiy go'shtga uy sharoitiga bo'lsa, olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bu miya-sarofkalarimiz ham 12 lik bor, 22 lik bor, 32 lik bor. Bularimiz soatiga 100 kilodan 120 kilogacha chiqaradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, $280 qilib beramiz. Bemalol kelishadigan xonalar bo'ladi. Pastki nomerlar qo'yib beramiz, aloqaga chiqaverasizlar. 220 ta hammasi ishlaydi. Miya-sarofkalarimiz hozir 22 likning narxini $280 qilib beramiz. Bu yonidagi modelimiz TK model deyiladi. Buni ham zapasning matritsasi bilan chiqadi. Bu modelimizning narxini sizlarga skidkada $300 qilib beramiz. Bemalol kelishadigan xonalar bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Yonida esa 32 lik razmeri TK model bo'ladi bu ham, lekin bu ham muzlagan go'shtga tavsiya bermaymiz. Gabaritchi kattaroq bo'lganligi sababli obratni orqaga qaytarib olish mumkin. Shuna hisobiga muzlagan go'sht tavsiya bermaymiz. Bu narxiga keladigan bo'lsak, $415 qilib beramiz. Yonida eng oxirgi miya-sarofkamiz qoldi. Bu miya-sarofkamiz ham TKda boshqacharoq modeli. Bu ham yaxshi miya-sarofka. Uy sharoitida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Zapasning tishlari bo'ladi, hamma yo'q bo'ladi. Xohlasa miya-sarofkamiz yaxshi. Hop, 220 ta bemalol ishlaydi. Bu narxini $395 qilib beramiz. Xo'p, agar sizlarga mana bunday ko'k miya-sarofkalar 380 ishlaydigan miya-sarofkalar kerak bo'lsa, bular ham bizda наличиеda mavjud. Bular 12 lik, 22 lik, 32 lik bor. Narxlari keladigan bo'lsak, $400, $450, $500 qilib beramiz. Faqat bular muzlagan go'shtga moshniy miya-sarofkalar.
kimga shunaqa мясоровкалар, boshqa оборудование, pech, mishalka, холодильник, любой konditerskiy sex deysizlarmi, fast foodlar deysizlarmi, hamma yo'q biz do'konimizda mavjud. Manzilimiz Farg'ona shahar Polsha bozori oldida. Mana magazin ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Polsha bozoriga kelaverish, Sentrmat Titafon tayda magazinimiz. O'zbek Xitoy savdo uyi mana. Magazinimizni ko'rib olinglar, bemalol kirib mashtan pastki nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Kimga shunaqa va shunga o'xshash мясоровка kerak bo'lsa, pastki nomerlar qoldiryapmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Video yoqqan bo'lsa sizlarga videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, esdan chiqmasin. Maksimal o'rtoginglar ham jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa video sizlarga manfaatli bo'ladi.